Hozirgi vaqtda kompyuter grafikasi tarafında 3D grafikasi yaxshi rivojlanmoqda. Albatta bu qurilmalı grafika turi hisoblanadi. Biz bugun rubrikamiz orqali sonday jashlarimizning biri Akmanov Jalil menen usubaqdarda so'zlashamiz. Jalil, meni siz 3D grafikasına qiziqatgan ekansiz, usu 3D grafikasining imkoniyatlarini aytib bersangiz. Hozirgi kunda ko'rib turganimizdek 3D grafikasi keng rivojlanmoqda. Oddiy misolda qilib ko'radigan bo'lsak, muzeylar yoki shunga o'xshash binolarning ichki ko'rinishini 3D grafika orqali ifodalab berishini ko'rishimiz mumkin. Masalan, chet davlatlarda yoki o'zimizda ham, O'zbekistonda ham bor muzeylarning 3D grafikasi tasvirlari dasturlarda ifodalangan. Bunda dasturlarda kirib 3D grafika ishlash prinsipi shundan iboratki, bunda dastur muzeyning ichkarisiga kirib, undagi barcha tasvirlar, shunga o'xshash narsalarni ko'rishi mumkin. Bunda inson boshqa joyda bo'lib turib, o'sha muzeyni o'zi ichki tasvirini ko'rishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari 3D grafika chet ellarda, kinolarda va boshqa bir obyektlarda qo'llanilishi yuqori bo'lyapti. Bu grafika juda qiyin grafika bo'lsa ham, bundan ko'pchilik foydalanmoqda. Bundagi ichki animatsiyalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ular juda ham chiroyli, xuddi hayotiy ko'rinishda bo'ladi. Virtual hayotga chiqib qolganday bo'lasiz. Shu ko'rinishlari bilan boshqa dasturlardan 3D grafika ajralib turadi. Endi bu bo'yicha hozirgi vaqtda qanday kompyuter bag'darlamalar bor? Ham so'larning qaysilarini men eslatib o'tirsiz? Hozirgi kunda bunda kompyuter dasturlaridan bizlar ko'p foydalanadiganimiz 3D Max dasturi. Bunda obyekt hammasi 3D Max dasturining ichida quriladi, yasaladi hammasi. Keyin Unity dasturi. Bunda 3D o'yinlar ko'rib turganimizdek hozirgi kunda ko'p bo'lmoqda. 3D o'yinlarni yoshlarimiz qiziqib o'ynashmoqda. Bundan tashqari Photoshop dasturida ham grafika bo'yicha ishlashimiz mumkin. Color Panator degan dasturimiz ham bor. Bunda Photoshop dasturida tuzilgan 3D grafikadagi suratimizni qo'yib, unga effektlar qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda men o'zim ishlab kelayotgan dasturim Photoshop dasturi bilan Color Panator 2 dasturida ishlayapman. Bunda ko'rib turganingizdek, shunday Photoshopda ishlangan suratni unga effektlar qo'shib, uning har tomonlama 3D ko'rinishini ishlab chiqishimiz mumkin bo'ladi. Buning imkoniyatlari yoz, qish, kuz fasllarga qarab o'zining ko'rinishini o'zgartirib turadi. Bundan tashqari, bunda telefonga, o'zlarimizning mobil telefonlarimizga qo'yiladigan 3D grafikalarga ham mos tushirish mumkin. Hamda o'zining tasvirdagi effektlari bilan boshqa dasturlardan ajralib turadi. Hozirgi vaqtda 3D grafikasi tarafında qanday innovatsiyaviy kompyuter bag'darlamalarini ishlab o'tirsiz? Hozirgi kunda bilamiz, mamlakatimizda ichki va tashqi turizm rivojlantirish kuchli jadal olib borilmoqda. Shu bois men o'zim Qoraqalpog'istondagi Sovetskiy muzeyining tashqi ko'rinishini 3D grafika orqali ifodalab beruvchi dasturni tuzyapman. Buni ichki ko'rinishini lekin turistlar kelib ko'rishi mumkin bo'ladi. Tashqi ko'rinishini ifodalab, ularni qiziqtirish maqsadida shu dasturni tuzyapman. Bu dasturni 3D Max dasturi va albatta bitta dasturni o'zida yaratib bo'lmaydi buni. Shuni sababdan Color Panator 2 va Photoshop dasturlari orqali bularni barchasini birda mujassamlashtirib, shuni yaratyapman. Bu dasturning 3D Max dasturida buning fazodagi ko'rinishi tuziladi. Uni 3D bo'lib grafikasi orqali tuziladi. Photoshop dasturida buning effektlari beriladi. Panator Pro 2 programmasida esa buni har tomonlama ko'rish imkoniyatlarini ega qiluvchi effektlar qo'shib boriladi. Endi bu dastur hozirda 3 oydan beri ishlab kelyapmiz buni. Buni faqat bitta o'zim emas, ikkita odam bo'lib ishlayapmiz. Hozir yonimdagi ikkinchi yordamchim hali ham dasturni tayyorlash bosqichida yuribdi. Men o'zim Photoshop va Color Panator Pro 2 dasturida ishlayman. Yordamchim esa 3D Max programmasida ishlab ish olib boradi. Shu bag'darlamamizning ishlov barisi haqida tanishib chiqsak.
Sizga hozir bu dasturning ishlash prinsipini tushuntirib beraman. Bunda dastur hozir ko'rib turganingizdek 3D Max programmasida dasturning umumiy ko'rinishi tuzilgan. Bunda muzeyning tashqi ko'rinishi tuzilgan, ko'rib turganingizdek. Bu dastur orqali buni saqlab qo'ygan holda buni Panator dasturga o'tkazamiz. Dasturga o'tkazgandan keyin bu ko'rib turganingizdek shunday holatga keladiki, bunda muzeyning tashqi ko'rinishi har tomonlama ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladigan effektlar qo'shib boriladi. Shu orqali muzeyning hamma joylarini, hattoki yon atrofidagi binolar, ko'rinishlari va boshqa joylarni ham ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mine usul bağdarlamanız boyunca tanışıp çıktık. Endi usul bağdarlamanızda yelide rivojlandırу үшін alдағы vaqtda qanday maqsadlarda aldığınıza qo'yibsiz? Bu dasturni 2 oy ichida ishlab chiqarsak, keyingi maqsadimiz buning mobil versiyalarini ishlab chiqish bo'ladi. Keyinchalik buni yanada takomillashtirib, muzey yoki boshqa muzeylarni ham, ichki ko'rinishlarini ham shunga qo'shish niyatimiz bor. Endi bu dasturim orqali men yaqinda bo'lib o'tgan startapda loyihasida qatnashib, Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida qatnashdim. Bunda ko'plab ishtirokchilar qatnashdi, har kimning o'z loyihalari bor edi. Bu dasturda qatnashib, men o'zimga ko'plab ma'lumotlar, ko'p bilimlar orttirdim. Dasturimga kerakli bo'ladigan dizayn sohasi bo'yicha ko'p bilimlarga ega bo'ldim. Endi kelajakda dasturimni boyitib, yanada rivojlantirib, bundan tashqari men Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Orol dengizini ham 3D ko'rinishini ishlash niyatlarimiz bor. Bu orqali bizga keladigan turistlarni qiziqtirish, ularni hamma joylarga borishga undash bizning kelajakdagi maqsadimiz. Rahmet Jalil, niyetingiz yo'ldasiniz bo'lsin. 3D grafikasi rivojlangan sayin virtuallıqda haqiqiylikqa yaqinlashtiradi. Bu o'z кезегінде жаңа imkoniyatlar esigini ochib beradi.